Ichkarida olovlar aylanib, xudo xolasa keyin mana trubadan chiqib ketyapti. Bo'ladi. Ammo Bugun bilasiz, o't issiqqa chidamli bo'ladi. Armatura qo'yib qo'ysangiz, 1 yilda armatura kuyib tushib ketadi. armatura to'g'ri tushib ketadi, kuyadi. Kuyish ehtimoli armaturada yuqori bo'lganligi uchun, demak, chugun qo'ygansiz. Chugun qo'yiladi. Orqaga tortiladigan holatda bo'ladi. Mana teshiklarini bekitsangiz ham, xudo xolasa teshiklaridan chiroyli havo oladigan va olovingiz bir me'yorda yonadigan variantlardan. Ammo assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar, bugun noodatiy video syomkalarimiz bo'lib o'tadi akalar. Biz sizlarga qahraton qishda qaynoq harorat bilan akalarim chiroyli video syomkalarimizni boshlaymiz. Biz xudo xolasa Nolon yangi brend asosida chiqayotgan pechkalarni kuningizni, xonadoningizni issiq saqlab, inshaalloh akalar yaxshiliklaringizga xizmat qiladigan biz pechkalarimizni ma'lumotlarini hamda akalarim to'la obzorlarini qilamiz. Biz Zoyabek akamiz bilan video syomkamizni boshlaymiz. Aka, hormang. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Allohga shukr. Xudo xolasa bugungi video syomkamiz noodatiy syomka bo'ladi. Akalarimizga chiroyli pechkalarimizning ma'lumotlarini, qanday holatda tayyorlanyapti, qanday holatda bo'lyapti, qanday holatda yetkazib beramiz, narx-navolarni barcha ma'lumotlarni beramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa aka, bizda hamma narsa, ustalar ham, lazer xizmatlari ham, listagitlari ham o'zimizda. Xudo xolasa arzon. O'zlaring bitiriladi. Baquvvat, eng qalinlaridan chiqaryapmiz. Qalinlaridan. Bo'lmasa pechkalarimizda asta-sekinlik bilan ma'lumotlari. Bularda razmerlari xudo xolasa har xil bo'ladi. Aha, har xil bo'ladi aka. Kattaligi, kichkinaligi, xona kvadratlariga qarab berilaveradi. Tayyorlab berilaveradi. Bularda misol uchun aka, misol hop, bu yerda kattaroqlari. Bularda qanaqa holati bo'ladi aka? Endi bularda tushuntirib o'tsak, bu yerda kattalari, mana bu yerda kichkinalari. Kichkinaroq variantlar. Eng kichkinalardan birinchi tushuntirishni boshlasak, eng o't yonadigan kichkina deganda o't yonadigan joyi aytiladi. O't yonadigan joy. 21 ga 21 bo'ladi. 21 ga 21 joylari ham mana bitta listdan chiqqan. Ko'rishingiz mumkin. Mana choklari mana listdagi bitta bukilgan. Polni hamma joyi. Ular tushmagan, bukilgan ekan. Bitta listdan chiqqan, bukilgan. Bitta listdan. Nima sababdan deyishingizga mumkin? Bu chok tushsa kuyishi mumkin. Kuyishini oldini oladi. Bitta svarka ishlatilmaydi bu yerga. U bizda svarka ham emas, kemping asosan. Kempingda kuyiladi. Kempingda kuyiladi. Xudo xolasa bularda asosan ko'mir mahsulotlari bilan ham ko'mir mahsulotlari bilan yonilaveradi. Yoqadi. Xudo xolasa akalarim ko'mir mahsulotlarini olasiz. Akalar xonadoningizni issiq saqlamoqchi bo'lsangiz mana ruchkalarni ham qaranglar akalar. Ochasiz, bu yerga ko'mir tashlaymiz, ha? Ko'mir tashlanadi mana. Pastdan birinchi oqilov yoqib olinadi. Birinchi mana bunisini aytadigan bo'lsak, setkasini ko'rishingiz mumkin mana. Hop, setkasi. Setkasi armatura emas, chugun bo'ladi. Chugun bilasiz, o't issiqqa chidamli bo'ladi. Armatura qo'yib qo'ysangiz, 1 yilda armatura kuyib tushib ketadi. Armatura to'g'ri, tushib ketadi, kuyadi. Kuyish ehtimoli armaturada yuqori bo'lganligi uchun, demak, chugun qo'ygansizlar. Chugun qo'yiladi. Muddati uzoqroqqa cho'ziladi. Ko'proq chidamliligi a'lo darajada bo'ladi. Bularni materialiga keladigan bo'lsak, material o't yonadigan joyi, to'rtburchak joyi 208 lik listdan bo'ladi. Tepalari 202 listdan bo'ladi. 208 asosiy o't yonadigan joyi. O't yonadigan joyi. Turadigan joyi. Tepasida baribir olov aylanadi. Olov aylanadi. U yerda 2 lik list bo'ladi. 2 lik list bo'ladi. Xudo xolasa bu kattalari qanaqa bo'ladi aka? Bu kattalari, yuqoriroqlari kattalari. Kattalarimiz bu yerlari 23 ga 23 bo'ladi. Bular ham shu aytganimdek choklari, listdagi bitta listdan chiqadi, katta listdan. Ular adhot listdan chiqarib, tayyorlab qo'yilmagan ekan. Bular hamma listlarimizdan mahsulotlar yangi listdan ishlatiladi. Yangi listdan. Ular adhot ishlagandan emas, ha? Bularniki ham xudo xolasa kuraklari o'zi bilan ekan shekilli. Mana kuraklari o'zi komplektda, tortgan bo'ladi. Joningiz omon. Bu yerda akalar xudo xolasa olov yonadi. Kuli pastga tushgandan keyin bunisi ochiladi, ha? Bunisi ochiladi. Kul to'kadan ham o'zi mana sandiqchasi ham bor ekan mana. Akalar xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Buni ochib qo'yasiz, mana bu teshiklarini ham qo'yib ketilgan ekan. Hozir ko'pchilik aytayapti, 10 kilo ko'mir solsangiz 12 soatga yetadi, 15 soatga yetadi. Yo'q, unaqa emas. Odamning o'ziga bog'liq. Bunday ochib qo'ysangiz 10 kilo ko'miringiz 5 soatga ham yetmaydi. 5 soatga gullab uyni yondirib yuboradi. Mana legoropkalari bor, mana bu yerda 3 ta teshigi. Bunday ochib qo'yasiz. O'sha o'zini me'yorda yonaveradi. Sal yopib qo'yasiz, pastroq yonsin desangiz. Yopib qo'ysangiz, demak o'zini me'yorida ushlab turadi. Ushlab turadi, issiqlikni saqlab turadi. Endi aka bitta savol tug'iladi mana shu joyda. Hop, bu yerda olov yonayotgan holatida mana ruchkalari ham bor-ku. Qo'lingizni kuydiradigan darajada isib ketmaydimi mashina? Yo'q. Aka bu yerga umuman o't yonadigan, yonib turgan paytda ham og'zini ochib qo'ysangiz, umuman tutamaydi. Chiqarmaydi, qaytarmaydi. Mashalloh. Tutun chiqazmaydi, akalar qaytarmaydi.
ko'rib turibmiz. Misol uchun kattasi bilan kichigini farqini aytyapsiz-ku. Faqat o't yonadigan joyida. O't yonadigan joyida. Mana hajmi bir xil bo'ladi, ko'rinishi. Mana ko'pchilik 18 ga 18 yasab qo'yiladi. Bunday qarasangiz, uzoqdan qarasangiz bir xil shu bilan. Lekin narxi arzon. O't yonadigan joyi bunday bo'ladi. Kichkinday bo'ladi. Kattalarimizda mana tapchanlar bilan jihozlangan. Bemalol hali hojona hojotalarimiz choylarni qo'yib, achchiq choylarni damlab ichilaveradi. Sovib qolmaydi. Sovib joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa, qadrli obunachilarimiz, endi aka bunga endi mana kattasi, narigisi kichkinasi. Bularga necha kilodan ketadi? Aka, taxminan necha kilogacha sig'adi? 7 kilo, 8 kilo ko'mir sig'adi. Kattasiga. Kattasiga. 7 kilo, 8 kilo atrofida ko'mir. Agar uni mana shu regirovkasini joyiga qo'yib yoqishadigan bo'lsa, xudo xolasa, bomdodgacha bemalol haroratini isitib beraveradi. Bemalol. Kechqurun akalar zapravkasini qilasiz, to'ldirasiz. Xudo xolasa bomdodgacha chiroyli xona haroratingizni issiq holatda saqlab beradi akalar. Pechkalarda turlari ko'p. Mabodo qadrli obunachilarimiz, bularni endi qaylargacha yetkazib berish xizmatlari bo'ladi aka? Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Yetkazib berilaveradi. Endi narxlariga birinchi narxlarni aytadigan bo'lsak, narxlari kraskali varianti 850 ming so'm. Bular kraskali varianti. Kraskali varianti bu. Tutamaydi, 1200 gradusga chidaydigan kraska bo'ladi. Oddiy kraska bo'lmaydi. Tushunarli. Kichkinalarining narxi 800 ming so'm bo'ladi bular. 800 kraskali variant. Kraskasi variant 750 ming so'm. Kattalarning kraskasi varianti 800 ming so'm bo'ladi. Demak, xudo xolasa, hop kichkinalarda kraskali varianti 800 ming so'm, kraskasi varianti 750 ming so'm. 50 ming so'm, demak, raznica farqi bo'ladi. Kattasida ham, kichkinasida. Bu yerda ko'rib turgan listlarimiz. Vohaliga kelamiz, dastavka qilsa ham xuddi shunday bo'ladi. Unaqa ikkilik list, 1.8, 1.7 unaqa qisib qolishlar bo'lmaydi. Qolish bo'lmaydi. Halollik birinchi o'rinda. Halollik. Halollik birinchi o'rinda. Qadrli obunachilarimiz, halollik birinchi o'rinda. Narx-navolarni eshitdilar. Endi dastavka xizmatlari vodiy bo'ylab 2 kun, 3 kunda 100 mingdan 150 minggacha qo'shiladi. Vohaga 150 ming, 200 ming qo'shiladi. Demak, shuna vohaga qo'shiladi, raznicasi bo'ladi. Raznicasi bo'ladi. Dastavka xizmatlari. Qaytigacha, misol uchun xonadonigacha olib borib beramizmi yo tuman markazlariga? Tuman markazigacha olib borib beramiz. Tuman markazlarigacha. Undan yog'i dastavka xizmatini kelishiladi. Endi aka, bitta narsada, bu yerda pechkalarimiz ko'p, mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Endi bularda aka hamkorlik qilamiz deganlarga ham kelishaveramiz. Kelishilgan narxda. Misol uchun savdogarlar olishi mumkin, hamkorlik qilish uchun. Cheklanmagan miqdorda bor o'zimizda. Hamma narsa. O'zlaring mahsulotlarini kelishib chiqarilaveradi. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa akalar aloqaga chiqolsa, bularda endi yonayotgan holatini ham, qanday yonyapti, qanday holatda regirovka qilyapmiz, ularda ham bir aka asosiy bilan ko'rsatib, tushuntirib o'tib ketaveramiz akalar. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa mana akalar yonayotgan holatidan mana sizlarga chiqazib namoyish qilyapmiz. Bu ikkitasi yonmayotgan holati bularda mana akalar olovni berishini ko'ryapsizmi? Ichkarida olovlar aylanib, xudo xolasa keyin mana trubadan chiqib ketyapti. Ammo tashqariga 1 gram tutun chiqqan yo'q. Yo'q, chiqarmaydi ekan. Chiqarmaydi. Xudo xolasa mana ularni o'sha biz aytgan regirovka. Regirovka qilaveradi. Kichkina variantlarda yondan chiqadigan. Kichkina variantlari yondan. Bu ichiga mana kul saklaydigan mahsulotlari. Buni bekitib qo'ysangiz, olov sekinlashadi mana. O'zining bir me'yorda yonaveradi. Bir me'yorda, demak, akalar xudo xolasa olovi yonaveradi. Bunisi katta variantida mana bu orqaga tortiladigan holatda bo'ladi. Mana teshiklarini bekitsangiz ham xudo xolasa teshiklaridan chiroyli havo oladigan va olovingiz bir me'yorda yonadigan variantlardan. Ammo ko'rib turibmiz, hid-bidi chiqqan yo'q. Akalar tutab yo'q, tashqariga emas. Hamma tutunlarimiz mana tashqariga chiqib ketyapti. Xudo xolasa chiroyli montajini qiling, akalar telefon qilasiz. Mana nolon. Mana shu telefon nomerlarida o'zingiz bog'lanasiz. 24 soat aloqada. Telegram, WhatsApplar hammasidan bor. Rossiya, Qozog'istonlar uchun WhatsApp anolar bor. Telegram, hammasini uстановка qilib, o'rnatib qo'yilgan. Akalar telefon qilasizlar, qadrli obunachilarimiz. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak? Ekonom pechkalar. Muhimi akalar ekonom pechkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh qahraton qishda deydi-ku, qaynoq harorat bilan o'tirasiz. Hali ham sovuqda o'tirganlar uchun-da bu. Sovuqda o'tiryapsizmi? Aloqaga chiqing. Mana akalar, xudo xolasa ekonom pechka. Qarang. Narx-navolarni hammasi ko'rishingiz mumkin. Listlarni mana. Mashalloh. Bunda ham shunaqa listlar. Bir xil ekan. Bir xil hammasida. Bizda alda yo'q. Ularni qaranglar.
Mana bunisi yo'q. katta varianti, bunisi Narigisi kichkina varianti. Ammo haqiqatda tapchalari. bu tomondan ko'rinishga bir xilga o'xshaydi bu tomondan ko'rinishda, lekin mana listida mana o'tin soladigan, nima deydi, ko'mir soladigan joyimizda farqi bo'ladi xolos. Akalar, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa. Joningiz omon bo'lsin. Qadrli obunachilarimiz, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Qo'llab-quvvatlab, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Mana shunaqa kimga pechka kerak bo'lsa, hali ham sovuqda o'tirgan bo'lsalar, akalar aloqaga chiqaverasizlar. Nolon berkalari. Bu yerda akalar, xudo xolasa hamma mahsulotdan tayyorlanyapti akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu ekrandagi nomerlarda mana akalar chiroyli qilib sizlarga namoyish qilyapmiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz.